Assalomu alaykum. Men Zulfiyaxonman Mo'minova. Farg'ona shahar Suqtepadan biz. O'g'lim Abdullayev Abubakir bilan mana 2 yildan beri 2023-yilda kelganmiz. Bel sohasida embrionalniy sarkoma kasalligi bo'yicha davolanyapmiz. Albatta, birinchi o'rinda doktorimiz Otabek aka Mo'minovichga katta rahmat aytamiz. Ularda boshchiligida mana Doniyor aka Rustamovichlar 2 yildan beri mana shu bolamni o'rganishib, Xudo xolasa davolab kelishyapti. Qo'llaridan kelgancha hamshiralarimiz ham o'zlarini shirin so'zlari bilan davolab kelishyapti. Xudo xolasa birinchi kelgan holatimizga qaraganda holati ancha yaxshi o'g'limni, Xudoga shukr. Bir marta jarrohlik operatsiyalarini o'tkazishdi. Undan keyin mana holati ancha yaxshi. Hozir lecheniamiz bor edi. Ximiyoterapiya o'tkazishyapti. Xudo xohlasa oldingi holatlariga qaraganda bolamning holati ancha yaxshi. Shifoxonamizning mana sharoitlari ham mana bolalar uchun alohida xonalar, mana rasmlari, televizorlari, o'yinchoqlari, umuman olganda mana bolalar uchun xona juda ham sharoitlari qulay. Buning uchun avvalo shu doktorlarimizga, davlatimiz rahbarlariga, barcha homiylarimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Davolanish jarayonlari ham juda yaxshi. Mana barcha dorilar shifoxona tomonidan bepul beriladi. Xudoga shukr, qo'ldan kelganicha hamma yordamlarni berib kelishyapti. Doktorlarimizga alohida rahmat hammalariga. Sog' bo'lsin. Davlatimiz rahbariga ham katta rahmat. Allohga shukr. Farzandim qatori jamiki bemorlarga shifo so'raymiz. Yaxshi bo'lib qolsin, sog' bo'lsin.